Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun sizlarga og'izda eriydigan va eng muhimi bitada o'xshab chiqadigan ekler retsept bilan bo'lishmoqchiman. Bismillah deb ishni qozonchaga sutni, suvni, tuz, shakar, sariyog' yoki margarinni solib, gazga qo'yib, o'rtadan sal pastroq olovga qo'yib, sariyog' eriguncha aralashtirib olamiz. Sariyog' erigandan keyin oldindan elab olingan unni solib, yaxshilab videoda ko'rsatilgandek aralashtiramiz. Xamiri hamma suvlar chiqib ketishi kerak. Xamir tayyor bo'lgandan keyin miskaga solib, uni sovutamiz, чтобы tuxumni solganda tuxum pishib qolmasligi uchun. Keyin tuxumni atalab olamiz. Xamir sovigandan keyin 3 ga, xolisili 4 ga bo'lib, yaxshilab aralashtirasizlar. Men 3 ga bo'ldim. Tayyor xamir mana shunday ko'rinishda bo'ladi, lopatadan osonchalik tushishi kerak emas. Keyin buni konditerskiy meshokka solib, 10 cm dan tushirib chiqamiz. Uchlarini qo'limizda suv qilib bunaqa to'g'rilab olsak chiroyliroq chiqadi. Va eng muhimi qizlarjonlar, gazga qo'yganda 30-35 minutsiz ochish mumkin emas gazni. Ichiga men qaymoqli krem qildim. Sizlar xohlagan krem bilan qilsanglar bo'ladi. Shu bilan eklerimiz tayyor. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang.